Yurtimizda oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida tashkil etilgan universiada musobaqalari yangidan-yangi nomlarni kashf etishga xizmat qilmoqda. Mana shunday bellashuvlarda o'z mahoratini oshirgan iste'dodli yoshlar bugungi kunda turli xalqaro uchrashuvlar, qit'a hamda jahon chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Termiz shahrida o'tkazilgan dzyudo bo'yicha universiada musobaqasining respublika final bosqichida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlar oliy ta'lim muassasalaridan 274 nafar talaba sportchilar ishtirok etishdi. Bu yerda biz talabalar muloqot qilganimizda chet tili yo'nalishi bo'yicha sportchi qizlar bor ekan, texnik yo'nalishi, boshqa yo'nalishdagi qizlar ham talaba yigit qizlar ham tashrif buyurib musobaqada qatnashyapti ekanda. Albatta bu quvonarli holat, sababi inson shu sportni targ'ib qilish bo'yicha hamma shu yerda ishtirok etyapti ekan. Uchrashuvlarda qizlar 7 ta vaznda bellashgan bo'lsa, o'g'il bolalar ham 7 ta vaznda g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Bellashuv natijalari ko'ra, umumjamoa hisobida birinchi o'rinni Buxoro viloyati dzyudochilari qo'lga kiritgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Surxondaryo viloyati jamoasiga nasib etdi. Toshkent viloyati jamoasi 3-o'rinni qo'lga kiritdi.